Davolanish sug'urtasiga va avtomobillarning sug'urtasiga qatnashga bo'ladi. Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ig'ir darajada aniqsizlikni o'z ichiga olgan sodidan to'sgan. Aniqsizlik ig'irlashib ketsa, qamarga yotadi. Ma'lum bir miqdor pul to'lab, keyincha uningdan ortiq pul qaytarib olsa, jazoning har ikki turi shakllangan bo'ladi. Chunki sug'urta shirkati qatnashgan a'zoga to'lagan puldan ko'proq pul to'lasa, bu ortiq qilish jazosiga kirsa, bir muddat o'tgandan keyin ortiq yoki kam yoki tang berishi nesilik jazosiga kiradi. Yana dahi qarallik pulni vaqtida to'lamagan ahvolda kechiktirilganlikdan o'simi bilan birga to'lash shart qilinadi. Natijada bu boshqalarning mol-mulkini nohaq yevilish doirasiga kiradi. Yana kelib bu turli sug'urtada nohaq to'lanishdan iborat shariatga zid keladigan ish bor. Chunki sug'urta shirkatlari u odamni kasal qilib qo'ymagan yoki vaqani sodir qilmagan. Undaqda nima uchun uningga qarta to'lam to'laydi? Ma'lum bo'lgandek davolanish sug'urtasida sug'urtaga qatnashgan shaxs og'rib qolganda davolanish chiqimining hammini yoki ma'lum persentni sug'urta shirkati to'xtamda belgilangan bo'yicha to'lab o'tadi. Ba'zida hukumat ishchi kadrlarning maoshining bir qismini sug'urta uchun tutib oladi. Maoshli ishchi kadr bo'lmaganlar o'z yenidan oylik pul to'laydi. Buni ikki turga ayirish mumkin. Birinchi turi hukumat o'zi qilayotgan sug'urta, buning hukmi joiz. Bu maaş ve ijtimoiy kapolat doirasiga kiradi. Chunki davolanish chiqimi qimmat bo'lgan davlatlarda yashab, o'z yenidan pul qashlab davolanish imkoniyati topolmaydiganlar zaruriyat tepilgan bo'lg'achqa davolanish sug'urtasiga qatnashsa, ularga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni ba'zi davlatlarda xilikan xalq ommasi sug'urtaga qatnashishga majbur bo'lib qoladi. Qatnashmagan taqdirda ba'zi doktorxonalarda davolana olmaydi, yana ba'zisida davolanishga munosabatsiz ba'zi bir haq-huquqlardan mahrum bo'lib qoladi. Bundaq zaruriyat tepilib, sug'urtaga qatnashishga majbur bo'lib qilib, qatnashsa gunoh bo'lmaydi. Alloh taolo bundaq deydi: kimiki majbur bo'lib, ko'ngli xolamasdan yoki chekdan oshmagan holda yesa, uningga hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo intayin mag'firat qilg'uchidir, mehribondir. Ya'ni ba'zi davlatlarda shirkat va zavod egalari qo'lida ishlayotgan ishchi xizmatchilarini sug'urtaga qatnashtirishga majburiy bo'lib qoladi. Qatnashtirmasa odam ishlatilmaydi. Mazkur shirkat va zavod egalari qo'lidagilarni sug'urtaga qatnashtirishga majbur bo'lg'achqa, ishchi xizmatchilarmi bu sug'urtaga majbur qatnashtirilgan bo'lg'achqa, har ikki tarafga gunoh bo'lmaydi. Bunda ishchi xizmatchilar davolanish jarayonida sug'urtadan foydalansa, pensiya maoshi olib foydalansa, ularga gunoh bo'lmaydi. Biror shirkat yoki ishchilar uyushmasi tarafidan o'z ishchilariga qarata kapolatlik qilish jihatdan yo'lga qo'yilgan sug'urtami joiz. Chunki bu maoshning bir qismi hisoblanadi. Ikkinchi turi faqat foydani ko'zlaydigan sug'urta shirkatlari yo'l qo'ygan davolanish sug'urtasi bo'lib, sug'urta shirkatlari a'zolaridan to'plagan mol-mulkni turli sohalarda ishlatib avutadi. Buning ichida yer mulk, ilm setimdak halol savdolarmi, bankalarda qo'yib o'simni ilishdak harom qilmishlarmi bor? Albatta. Bu shirkatlarning nishoni xayr-saxovat yoki insoniy yordam kapolati bo'lmasdan, balki ko'p foyda ilishdir. Shunga bu joiz emas. Chunki bundaq ahvolda bu kelishim aniqsizlikdan sirt jazonini va boshqalarning haqqini nohaq yevilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Avtomobil sug'urtasida avtomobil egasi har yili yoki har oyda tijoriy maqsadda qurilgan sug'urta shirkatlariga ma'lum miqdorda pul to'lab turadi. Buning qarshiligida avtomobilga biror vaqa yoki hodisa yuz berib, ziyon tortish bo'lsa, avtomobilni remont qilib beradi yoki remont qilishga yaramaydigan bo'lsa, yangisini olib beradi. Bu turli sug'urta ikki turli bo'ladi. Birinchi, majburiy qatnashadigan sug'urta bo'lib, bu sug'urta shaxs qochib qutulolmaydigan davlat tuzumi qatorida bo'lg'achqa, bu majburlanganlikdan joiz. Ikkinchi, ixtiyoriy sug'urta. Bu joiz bo'lmaydigan tijoriy sug'urta qatoriga kiradi. Darvaqa bu turli sug'urta to'xtamlarida haromlik tabiati aniq. Chunki bu to'xtamlar aniqsizlikni o'z ichiga olgan ehtimollik to'xtamlar bo'lg'achqa, bularga qatnashgan a'zolar to'xtamlashgan va pul to'lagan vaqtda keyincha qanchalik pul olishni bilmaydi. Sug'urta shirkatlari mazkur a'zolarga keyincha qanchalik pul to'lashni bilmaydi. Chunki odatda mazkur a'zolar davolanish yoki vaqadan tortadigan ziyonni o'zlari a'zo bo'lgan sug'urta shirkatlarining to'lishi uchun bu shirkatlarga qarallik yoki biroqla pul to'laydi. Keyin kasalmi bo'lmay, vaqaga uchirmay sug'urtaga to'lagan pullari zoy bo'lib ketishmi mumkin. Aksicha bir yoki ikki qaralda ozg'ina pul to'lagan kishi bir yoki bir necha qatim og'rib qolib yoki vaqaga uchrab to'laganidan nechasi pul qaytarib olish mumkin. Mana bu aniqsizlik, qorong'ulik, badalsiz pul to'lash yoki badalsiz pul undirib olishdir. Bu vajidan bu xil sug'urtaga
o'zi xohlab qatnashdimi, sug'urta shirkatlarida ishlashmi to'g'ri bo'lmaydi. Buningdan olgan maosh harom bo'ladi. Faqatla majburlangani buning sirtida. Vallohu a'lam bis-savob.